Mana bitta nabor. Bu naborimiz yaqinda chiqdi. Buni bilasizlar. Bularning ichiga mana bu bombochkasi. Mana yaqindan ko'rishlar mumkin. Bunaqa yumshoq bitta salofan bilan olgan. Mana joyini ochib turib, ochsanglar bo'ladi. Bu sovuni, bu ruchnoya rabotaniki juda ham qattiq bo'ladi. Ozgina qolganda ham ishlatsanglar bo'ladi. Yo'qolib, ezilib ketmaydi. Bu sovuni. Bu bo'lsa mana krem для рук и telaga. Bu 2 в 1. Объем ham rosa chiroyli. Bunisi bo'lsa gel для dushi. Bu atir ishlatolmaydigan opa-singillarimiz uchun juda ham yaxshi. Hidi shunday kelib maza qilib turasizlar. Bunisi intimniy geli. Bu чувствительный ko'jalarga ham bor, обычный ko'jalarga ham bor. Еще mana buni spreysi. Bu bo'lsa intim zonalarda oqartiradigan uходовый kremi, bu bo'lsa intim zonalarda yumshatib qo'yadigan Rossiyam zo'r juda krem. Bu haqida men sizlarga ma'lumot berganman. Buni yana takrorlashda hech ham hojati yo'q. Bu naborda yozgi kunida atir ishlatolmaydigan opa-singillarimizga tavsiya qilib qolaman. Maza qilib ishlatsanglar bo'ladi.